bo'lsak, bu gametogenez. Genez degan jarayon. Nimani hosil bo'lishi? Gametalarning hosil bo'lish jarayoni. O'simlikda ham yoki o'zam hayvonda ham jinsiy ko'payish jarayoni kuzatiladi. Jinsiy ko'payish bo'lgandan keyin alohida nima hosil qilish kerak? Gameta hosil bo'lish kerak. Shuning uchun ikkalasini bo'lib o'rganamiz. Demak, gametogenez birinchi hayvonda, keyin o'simlikda ko'rib o'tamiz. Endi raylar gametogenezda hayvon bilan o'simlikdagi farqi nimada? Bo'linish ketma-ketligida farqi bor. Birinchisi, agar hayvon hujayrasi bo'linadigan bo'lsa, birinchi bo'linish esa qo'laylik mitoz bo'ladi. Qanaqa bo'larkan? Mitoz. Mitoz bo'linishdan so'ng qaysi bo'linish kuzatiladi desa, keyin meyoz bo'linish kuzatiladi deysiz. Tushunarlimi? Demak, birinchi mitoz, keyin meyoz. Mitoz necha marta bo'ladi desa, mitoz 3 marta bo'ladi. Meyoz esa meyoz 1 marta bo'ladi deysiz. Kelishdimi? Endi agar o'simlik bo'ladigan bo'lsa, bunda aksi. Demak, birinchi qanaqa bo'linish bo'ladi desa, birinchi meyoz, bundan keyin bo'linish qanaqa bo'ladi? Mitoz usulidan amalga oshadi deydi. Asosiy farqi shunda. Tushunarlimi? Endi meyoz mitozi farqicha desa, bunda farq qarang. Meyoz faqat 1 marta kuzatiladi. Mitoz bo'ladigan bo'lsa, agar erkaklik bo'ladigan bo'lsa 2 marta, urg'ochilik bo'ladigan bo'lsa 3 marta kuzatiladi. Kelishdimi? Bo'ldi. Bu asosiy farq. Birinchi bo'lib hayvonni gaplashamiz, qolgani keyin bo'laveradi. Ketdik. Hayvonlarda gametogenez ikkiga bo'linadi, ya'ni spermatogenez hamda oogenez. Oogenez bu tuxum hujayralarining rivojlanishi, spermatogenez bo'ladigan bo'lsa bu urug', ya'ni spermatozoidni rivojlanishi hisoblanadi. Spermi emas. Nima ekan? Spermatozoid hayvonda. Spermatozoid degandan keyin bu o'z-o'zidan nima qila oladi? Harakat qila oladi. Lekin spermi harakatga ega emas siz. Tushunarlimi? Ketdik. Spermatogenez qayerda kechadi desa, bu urug' donda. Oogenez qayerda kechadi desa, tuxum donda. Agar to'plamini so'rasa, esa bo'laylik, faqat jinsiy hujayralar ham to'plamga ega bo'ladi xolos. Tushundingmi? Jinsiy organlar ikki to'plamga ega bo'ladi. Demak, urug' donda to'plamisi keyin. Tuxum donda to'plamisi keyin. Farqi yo'q. Tushunarlimi? Hayvonlarda oogenezi ham, spermatogenezi ham jam bo'lib 4 ta bosqichi bor. Nechta ekan? 4 ta. Birinchisi bosqich bu ko'payish, keyingisi o'sish, keyingisi yetilish, keyingisi shakllanish. Hammasi bo'lib jam 4 ta bosqichni qilarkan bosib o'tadi deymiz. Tushunarlimi? Ketdi. Birinchi bo'lib spermatogenez haqida gaplashaveramiz. Birinchi ko'payish zonasiga kiradigan hujayraning nomi nima? Aslida kiradigan hujayraning nomi spermatogen mana bu. To'plami nechiga teng bo'ladi? 2s ga teng bo'ladi. Har qanday dastlabki gameta hosil bo'lish jarayoniga o'simlik bo'lsin, to hayvon bo'lsin, farqi yo'q. Birinchi kirayotgan hujayra doim 2s to'plamiga ega bo'ladi. Tushundingmi? Bu hujayra mitoz bo'linishni boshlaydi. Necha marta mitoz bo'linadi? 3 marta mitoz bo'linadi. Bitta hujayradan bitta mitoz o'tdi. Ikkita hujayra. To'plam o'zgarmaydi, chunki mitoz doim nusxa solinadi. Endi mana ikkita hujayra ham mitoz bo'linadi. Jami 4 ta. Endi 3-marta mitoz bo'lganda jami nechta? Mana 8 ta hujayra hosil bo'ladi. Har birida to'plam 2s dan. Tushundingmi? Demak, birinchi bo'lib juftlab ketadigan narsamiz bu nimasiga soniga e'tibor berar ekanmiz. Dastlabki kirgan spermatogoniy nechta kiruvdi? Bitta kirgan edi. Undan oxirida nechta spermatsit hosil bo'lyapti desa, 8 ta spermatsit hosil bo'lyapti. To'plami 2s ga teng bo'ladi. Tushundingmi? Bo'ldi, shu bilan mana ko'payish jarayoni yakunlandi. Kelishdingmi? Demak, mana bu mitoz bo'lyapti. Ko'pchilik sharh qo'ydi-da. Ko'payish bosqichida deydi interfaza kuzatiladimi? Kuzatilmaydimi degan savol beradi. Mitoz bo'lyaptimi? Mitoz bo'lishidan oldin qanday jarayon bo'ladi? Tayyorgarlik interfaza bo'lish kerakmi? Demak, ko'payishda ham interfaza kuzatiladi. Faqat qaysi bo'linishni desa, mitoz bo'linishlik interfazasi kuzatiladi, lekin meyozlik emas. Bu degani nima yo'q? Interkinez yo'q, konjugatsiya yo'q, krassingovi yo'q. Tushunarlimi? Endi hosil bo'lgan spermatitlar qaysi bosqichga o'tadi? O'sish bosqichiga. O'sishda nima bo'ladi desa, interfaza bo'ladi. Interfaza endi mitozlik emas. Endi hujayra meyoz bo'linishga tayyorlanyapti. Yana ozuqa modda to'plab, chunki bo'linib bo'ldi. Demak, qarang, interfazaning sintez davrida DNK kislorod tarmidi. Bu degan to'plam 2s dan nimaga aylandi? 2s ga aylandi. Endi hosil bo'lgan mana bu hujayralar nima deydi? Soni o'zgarmaydi, chunki bo'linish hosil bo'lmayapti. Faqat DNK kislorod xolos. Faqat mana 2sida bunga o'tganda endi 2s ga aylanib qoldi. Endi bularning nomi nima? Bularning nomi birinchi tartib spermatsit.
Demak, so'rayman. Birinchi tartib spermatsidda to'plam necha bo'ladi desam? 2 to'rasga teng bo'ladi. Tushunarlimi mana? Mana hosil bo'lgan 8 ta birlamchi tartib spermatsidda hammasida endi yetilish bo'ladi. Yetilishda qaysi bo'linish kuzatilsa meyoz. Men bittasini misol qo'yib oldim. Qolganlardan xuddi shu joydan ketgan. Bersiga? Bitta hujayra birinchi bo'lib yetilishda meyoz bir bosqichdan o'tyapti. Meyoz bir bo'lganda bitta hujayradan ikkita hujayra hosil bo'ladi. To'plam, ya'ni xromosomalar xromatidlarga ajralmasdan qutblar tomon tarqalgandan keyin bu degani ma'nodagi 2 to'rasi to'plam ikkita hujayraga n2 dan bo'lib o'tadi. Bo'ldi, meyoz bir yakuniga yetdi. Bittadan nechta hujayra hosil bo'ldi? 2 ta. Uni to'plami qanaqa bo'ldi? n2. Tushundingmi mana? Bittasidan 2 ta bo'lyapti. Bu yerda nechta bor edi? 8 ta. Mana bu joyda son o'zgarganmidi? Birinchi tartibga o'tganda son o'zgardimi? Yo'q, demak birinchisi ham 8 ta. Lekin ikkinchi tartib spermatidlarning soni nechta bo'lib qoldi desa, har biridan 2 tadan bo'lganda jami nechta? 16 ta ikkinchi tartib spermatid hosil bo'lyapti. Tushundingmi? Dilnur shunday. Aniqmi? Ketdik. Endi jarayon davom etadi. Endi yetilishda davomi bor. Endi qaysi bosqich qoldi? Meyoz 2. Hosil bo'lgan ikkilamchi spermatidlar endi meyoz 2 tomon yo'naladi. Yo'nalganda endi har bir xromosoma xromatidga tarqalib, har birida ya'ni bittasidan 2 ta spermatid hosil bo'ladi. Jami hosil bo'lgan spermatid bitta birlamchidan 4 ta spermatid hosil bo'ladi. Meyozni yakunida to'plam necha bo'lardi? NS bo'lardi. Bu degani tomoman kamaydi. 2 dan NS gacha tushib keldikmi? Qaraman. Mana bu bittadan ikkita hosil bo'lyapti. Buni qaramasa nechta bor? 16 ta edi. Demak, mana bu yerdagi spermatidalarning soni nechta bo'ladi desa, 32 taga teng bo'ladi. Tushundingmi? Spermatida to'plam S ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Endi yetilish ham yakuniga yetdi. 32 ta spermatidan hosil qildik. Endi har bir spermatida shakllanish bosqichiga yo'naladi. Shakllansa qanday jarayon bo'linadi desa, bu yerda umuman bo'linish kuzatilmaydi. Tushundingmi? Bu yerda bo'linish bo'lmaydi. Faqat nima bo'ladi? Hosil bo'lgan spermatidalar endi bosh, bo'yin, dum degan qismlarga ajralish boshlaydi. Oddiy qilib aytganda shakllanadi, to'liq. Bu degani har biridan bittadan nima shakllanadi? Endi spermatozoid shakllanadi. Bo'linish kuzatildimi? Xromosom ortdimi? Yo'q. DNK ortdimi? Yo'q. To'plam NS'da, demak spermatozoiddan to'plam NS teng bo'ladi. 32 ta spermatida bormidi? Demak yakunida nechta? 32 ta spermatozoid hosil bo'ldi. Tushunarli? Bo'ldi, spermatozoid to'liq shakllantirib bo'ldi. Endi keyingi jarayon bu ovon keniz. Bu ham xuddi shu bosma-bosmada, faqat farqiga e'tibor berasizlar. Bunda ko'payishga kirishayotgan dastlabki hujayra endi nomi ogoni deyiladi. To'plam nechaga teng bo'ladi savol? 2. Chunki bu dastlabki hujayra. Diploid hujayra. Tushunarlimi? Hosil bo'ldi. Necha marta imtiyoz bo'ladi? 3 marta. Bu degani bitta hujayradan 8 ta hujayra hosil bo'ladi va bu hujayralarning nomi nima deyiladi desa, nomi oosit deyiladi. To'plami 2 ga teng, chunki mitoz o'zgarish kuzatilmaydi. Yozib qo'yaman birinchi buni. Demak, bitta kiryapti, oxirida 8 ta hosil bo'lyapti ko'payish yakunida. Endi hosil bo'lgan ootsitlar o'sishga yo'naladi. O'sishda nima bo'ladi? Intervalda DNK ortadimi? 2 to'plam nechaga aylanadi? 2. Son o'zgardimi? Yo'q. Demak, bu yerda birinchi tartib nechta? Bu ham 8 taga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Endi hosil bo'lgan hujayralar yetilishga har bir ketadi. Bittasi misol qilib oldim mana. Bo'linganda bu tuxum hujayra bo'lganligi uchun sariqlikka qarab turib taqsimlanadi. Eslab qolaylik, savol keladi. Sariqlik qachon tekis, qachon notekis taqsimlanadi degan savol keladi. Xoh hayvon bo'lsin, xoh o'simlik bo'lsin. Agar sariqlik miqdori kam bo'ladigan bo'lsa, bir tekis taqsimlanadi. Tushundingmi? Agar ko'p bo'ladigan bo'lsa, notekis taqsimlanadi. Tushundingmi? Ya'ni tasavvur qiling, bitta xonada 8 kishi yashaysiz, 8 kishidan bitta noningiz bor. Oz bo'lganligi uchun hammangizni teng taqsimlab olasizda, bu faktda. Agar non 4 ta bo'lsin, kimdir bir deydi, kimdir nonning yarmini, misoldan oshxon butunni yeb qo'yadi. Tushundingmi? Ko'payib ketsa, nima bo'ladi? Taqsimlash ham buzilib ketadi. Shuning uchun kam bo'lsa, doim taqsimlash bo'ladi bir tekis. Shuning uchun mana bu bo'linish bo'layotganda yadro bir tarafga katta, bir tarafga kichik o'tadi. Shuning uchun bitta kichik o'lchamli hujayra bilan bitta yirik o'lchamli hujayra hosil bo'ladi. Tushundingmi?
Bu nima deyiladi desa, bu ikkilamchi avot sit deyiladi. Tushunarlimi? Demak, qarang. Bittadan ikkita hosil bo'lyaptimi? Demak, bu yerda 8 ta bordi, jami 16 taga teng bo'ladi deymiz. Shunaqami? Shunaqami? Yo'q. Mana bittasi ikkilamchi xolos. Qolgan nima deyilmaydi, ikkilamchi deyiladi. Mana nima deyiladi? Bu yo'naltiruvchi tanacha deyiladi. Tushunarlimi? Shuning uchun mana yerda 16 emas, necha bo'ladi? Buni nomi nima? Bu meyoz 1 dan chiqyaptimi, 2 danmi? 1 dan. 1 dan chiqqanda to'plam nechaga teng bo'ladi? 5. Shuning uchun ikkilamchi avot sitda to'plam 5 ga teng bo'ladi. Ko'rdingmi mana? Spermatozoidda 8 ta hammasi teng bo'linganligi uchun 16 deydi. Bu teng bo'linmaganligi uchun bitta yirik, bitta mayda bo'lib qolib, bitta hujayra 8 ga aylanib qoladi. Tushundingmi? Bu nimaga bog'liq desa, mana o'sish jarayonidagi hujayraning yiriklashga, oziqa to'plashiga bog'liq. Spermatozoidlar unchalik kattalashmaydi, oziqa-modda to'plamaydi. Lekin tuxum hujayra o'lchami bir necha barobar kattalashib ketadi. Bu degan oziqa ko'payib ketdimi? Shuning uchun ham bu notekis bo'linib qo'yadi, meyozga kirgan. Tushundingmi? Endi kirgan mana 16 tanacha meyoz 2 ga o'tganda bo'linib ikkita hujayra hosil bo'ladi. Mana yirik hujayra yana bir marta bo'linganda notekis taqsimlanib, bitta yirik, bitta mayda hujayra hosil bo'lib qo'yadi. Tushundingmi? Bundan hosil bo'lgani va mana bundan hosil bo'lgan 3 tasi yo'naltiruvchi tanacha deyiladi. Har birida NS dan to'plam bor, yig'indi 3 agar so'rab qo'ysa. Tushundingmi? Endi mana N2S dan bitta yirik hujayra, buni nomi nima desa, bu shakllanmagan tuxum hujayra. Meyoz yakunimi to'plam necha teng bo'ladi? NS. Shuning uchun shakllanmagan tuxum hujayra to'plam NS teng bo'ladi. Bo'ldi, shu bilan yetilish bosqichi ham yakuniga kelibdi. Tushundingmi? Endi keyingi jarayon shakllanish. Shakllanishga o'tganda bu yerda ham bo'linish endi kuzatilmaydi. Bu hujayra NS gacha maksimal bo'lindi. Bo'linadi qanaqa? Agar meyoz bo'lishi mumkin, lekin tuxum hujayradan bo'linishga ehtiyoj yo'q, chunki gameta hosil bo'ldi. Faqat hali to'liq shakllanmadi. Shakllanish bosqichiga o'tganda tuxum hujayrada qanday jarayon hosil bo'ladi? Birinchi mana ichkarida qobig'i ko'ryapmiz, maxsus parda bilan o'raladi. Kimda desa, hamma hayvonda. Odamda ham, itda ham, bitda ham. Farqi yo'q. Hammasida nima bilan o'ralgan? Maxsus qobiq, ya'ni maxsus parda bilan o'raladi. Endi ba'zi bir hayvonlarda og'ak po'st, ya'ni qalin qobiq bilan o'raladi. Tushundingmi? Bu hammaga tegishli emas. Faqat kimlarga tegishli esa qo'yaylik. Birinchisi bu sudralib yuruvchi, ya'ni reptiliyalar. Keyingisi qushlar, keyingisi tuban, sut, dengizchilarga tegishli holat. Tushundingmi? Shularning tuxumida po'shoq bo'ladi xolos. Qolganlarda umuman mavjud emas. Qolgan hammasi maxsus parda bor. Tushundingmi? Bo'ldi, endi tuxum hujayra ham urug'lanishga tayyor holatga keldi. Endi ikkalasi spermatozoid bilan tuxum hujayra qo'shiladi. Vazigota hosil bo'ladi. Qarabsizki, hayvonning gametagini jarayon yakuniga yetdi. Songa e'tibor berib qo'yamiz. Mana yerda 8 ta edi. Bittadan bittaga chiqyaptimi? Demak 8 tadan nechta? 8 ta tuxum hujayra hosil bo'ladi. 8 tadan oxirida ham yana 8 ta tuxum hujayra hosil bo'ladi. Tushundingmi? Qarang, birdan boshlanib 8 ta tugayapti, birdan boshlanib 33 ta bilan tugayapti. Farq nisbat beradigan bo'lsam, bittasi 4 nisbat, bittasi 1 nisbatda hosil bo'ladi. Tushundingmi? Doim tuxum hujayralar spermatozoidlardan 4 marta kam hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Endi hushyor bo'laylik. Spermatozoid bo'lishidan qat'iy nazar, ovogoni bo'ladi, bu bo'linish farqi yo'q. Bo'linish jarayonida mana meyoz bo'lyapti. Mana shu yerda xromosomalar otalikdan, onalikdan degan jumla kelib qoladi. Tushundingmi? Masalan aytaylik, mana yerda hozir ikkinchi to'plam turibdi, to'g'rimi? Agar odamda bo'ladigan bo'lsak, odamda 46 xromosoma bo'lishi kerakmi? Aytaylik, mana bunga onalik 14 ta. Tushundingmi? 14 ta. O'zi bu n to'plammi? O'zi 46 ni teng bo'lib bersam 23 bo'lishi kerakmidi? 23 ga necha yetyapti? 13. Bunga 10 ta onalik o'tgan bo'lsa, qolgan 13 ta kimdan o'tgan? Tushundingmi? Mana buni onaligi 10 tamida, buni onaligi mana buni otaligiga teng bo'ladi. Demak, bunda otadan nechta o'tgan? 10 ta. Onadan 13 ta. Tushundingmi? Hosil bo'lgan bitta hujayrani otaligi buni onaligiga, buni otaligi buni onaligiga teng. Kelishdikmi? Xromosomani teng taqsimlab beramiz. Keyin zo'r narsa kelyapti. Bu mana shu spermatozoid bo'linishi ko'pincha keladi, chunki X Y bilan tugaydi-ku. Mana hujayra tasavvur qiling, dastlabki hujayramiz qanaqa bo'lgan desa, dastlabki hujayrani oxirgi yakuni X Y bilan tugagan, to'g'rimi? Meyoz 1 ga bo'linganda bir tarafga X o'tadi, bir tarafga Y taqsimlanib ketadi. Keyin mana bu yana meyoz 2 ga o'tgandan keyin mana bu ikkitasiga X o'tadi, mana bu yana X o'tadi. Mana bu ikkitasiga nima o'tadi?
Bittasiga y, mana bunga ham y o'tadimi? Bizdan meyozni yakunidagi umumiy yig'indini hisoblangsa, autosoma bilan jinsini qo'shayotganda bunday qo'shasiz qarang. Mana bu yerda hozir bo'layotgan hujayralar bor-ku. Bu yerda bunday holatda bo'ladi. 46 plus x yoki bo'lmasam 46 zo'r odamku 44. 44 yoki 44 plus y degan bo'ladi. Chunki mana bu yerda ikkita y, ikkita x ga bo'linib qoladi. Shunga bu yakundagi to'plam. Tushunarlimi? Bo'ldi. Arasida shu bilan hayvonni gametagani yakuniga yetib kim tushunadi? Gametagani kimda? O'simliklarda. O'simliklarda birinchi bo'lish qanaqa bo'ladi? Meyoz. Erkakda? Urg'ochida? Ketdiga? O'simliklardan gametagani ikkiga bo'linadi. Ya'ni erkaklik bilan urg'ochlik jinsi hujayralar hosil bo'lishdi. Erkaklikni hosil qilgan bo'lsak, bu jarayon mikrosporogenes. Agar urg'ochilikni hosil qilsak, megasporogenes. Ikkala jarayon ham qayerda kechadi? Gulda kechadi. Tushundingmi? Mikrosporogenes gulning qaysi qismida kechadi? Chanchining qaysi qismida kechadi? Megasporogenes gulning qaysi qismida? Urug'chining qaysi qismida? Tushundingmi? Boshlaylik. Mikrosporogenesga birinchi kirayotgan hujayraning nomi mikrosporosit. To'plami? Nimaga? Chunki doim dastlabki hujayra qanaqa bo'ladi? Diploid o'rniga ega bo'ladi. Agar u poliploid forma bo'lmasa. Kelishgan? Endi mikrosporosit birinchi bo'lib qanaqa bo'linar ekan? Meyoz bo'linadi va mikrosporon hosil qiladi. Meyozga bitta hujayra kirsa nechta hujayra hosil bo'ladi? Bittadan mana kiryapti mana shu mikrosporosit. Meyoz 1 bo'ldi, ikkita, meyoz 2 dan keyin yakunda mana 4 ta bu nima ekansa bu mikrospora. To'plami nechiga teng desa ns. Tushunarlimi? Har bir mikrospora mitoz usulida bo'linib, chang donasini hosil qiladi. Son ortmaydi qarang. Chunki mana bitta hujayra bo'linadi-da, o'zaro mana shu hujayraning ichida joylashaveradi. Shunday, ya'ni ajratib ketmaydi umuman. Ya'ni chang donasining ikki qismi borki, vegetativ, generativ qismi hosil qiladi har mana. Bitta mikrospora bo'linib bitta chang, ichida bitta vegetativ, bitta generativ hosil bo'lib qoladi. Shuning uchun yetilmagan chang donasida to'plami necha bo'ladi? 2 Ya'ni vegetativda ns bor, generativda ham ns bor. Tushunarlimi? Endi mana vegetativ bo'linmaydi. Vegetativni vazifasi nay hosil bo'ladi. Tushundingmi? Lekin mana bu generativ mitoz usulida bo'linib ikkita spermiyni hosil qiladi. Savol: harakatlanadimi? Harakatlanmaydi. Harakatlanmaydi. Spermiy kimda bor desa, faqat yuksak o'simliklarni urug'lik vakillarida xolos. Sporalilarda faqat spermatozoid bor. Tushunarlimi? Katta. Mana bo'linadi. Mana vegetativ mana uzun nayni hosil qilyapti. Generativ ikkiga bo'linib ko'ramiz mana. Ikkita spermiy bo'lib ketyapti. Tushunarlimi? Endi sonni yuklaydigan bo'lsam, qaraylik. Mikrosporosit nechta edi? Bitta. Meyoz bo'linganidan 4 ta mikrospora hosil bo'lyapti. Chang donaning soni ortib ketganda nechta chang? 4 ta chang hosil bo'lyapti. Bu degan 4 ta vegetativ, 4 ta generativ bor degan. Demak, endi spermiyga tushib qo'yilgan bo'lsam, bitta generativdan ikkitami? Bizda nechta bor bundan? 4 ta. Demak, yakunida 8. Bitta diploid boshlanish hujayradan yakunida 8 ta spermiy hosil bo'lar ekan. Bo'ldi, urg'anishga tayyor. Endi keyingi jarayon megasporogenes. Dastlabki kirishayotgan hujayra endi nomi megasporosit. Nimaga mikrosporosit olgan? Yengilroq. Chunki nomi mega. Megasparositni ba'zi kitoblarda, adabiyotlarda kelib qolyapti. Yangi nomi bor. Bu yangi emas, eskisi ham bo'lar ekan. Archeospora deydi. Nima ekan? Archeospora. Demak, archeospora desa ham megaspora bo'ladi. Megasporosit bo'ladi. Tushunarli? Demak, to'plami nechiga teng bo'ladi desa? 200 ga teng bo'ladi. Bu ham meyoz bo'linadi va megasporani hosil qiladi. Mana yoniga sistemalar. Bu ham farqi mana unga o'xshab ketadi. Urg'ochilik jinsi hujayra notekis bo'linadi. Ya'ni yana nima ko'p? Yadro ko'p. Bitta hujayra bitta yirik, bitta maydaga bo'linadi. To'plam n2. Hosil bo'lgani yana bitta yirik va mayda, qolgani mayda. Mana bu uchtasi nima deyiladi? Desa, endi mana hosil bo'lgan uchta yana nima? Yo'naltiruvchi. Har birida to'plam qanaqa? To'plam ns ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Hosil bo'lgan mana shu bitta hujayra nima deyiladi desa, bu bitta hujayraning nomi megaspora deyiladi. Ko'ramiz? Demak, endi bunda son yuklaydigan bo'lsam, bitta megasporosit bo'linishga kirishsa,
yakunida ham bitta megaspora hosil bo'lar ekan. Tekshirtiring. Xo'p, keyin hosil bo'lgan megaspora qaysi usulda bo'linadi desa, endi bo'linish mitoz. Bitta megasporani o'zi 3 marta mitoz bo'linadi. Bitta bo'linadi 2 ta, 2 ta bo'linadi 4 ta, 3 ta bo'linadi yakunda 8 ta. Mana o'sha 8 ta hujayra. Ko'rdingmi? Bo'linib bo'lgandan so'ng bu hujayralarning yig'indisini nima deb ataymiz? Mutlaq xalta deb ataymiz. Har bir hujayra enestamidi? Bu degani mutlaq xaltada 8 ta hujayra bor degan to'plami 8 ta. Keldiga? Mutlaq xaltani joylashuvini tekshiradigan bo'lsak, mana bu holatda joylashgan bo'ladi tugunchadan. Ko'ramiz? 3 ta hujayra yuqorida, 3 ta hujayra pastda, 2 ta hujayra o'rtasida joylashgan bo'ladi. Buni taqsimlab beradigan bo'lsam, tepadagi mana o'sha tomonda, mana bu tomon nima deyiladi desa, bu tomon halaza tomon deydi. Nima ekan? Halaza tomon. Halaza tomonda nechta hujayra turibdi deb o'ylaylik. Shuning uchun halaza tomondagi to'plamni so'rasam, 3 ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Mana markazda 2 ta hujayra turibdi. Buni nomi nima esa o'zining nomi bilan bir xil. Ya'ni markaziy hujayra deydi. Tushunarlimi? Buni to'plami necha? N 2 S ga teng bo'ladi. Kelishdikmi? Shuncha aytiladi, markaziy hujayralar to'plam qayerga chiqqansa, mana bu ikkita hujayra joylashganligi uchun to'plam 2 2 ga teng bo'ladi. Buni kim o'rgangan desa, ota-bola navashillar o'rgangan. Qo'shib urug'lanish bittasi o'rgangan, endospermning triploid to'plamlari bittasi o'rgangan. MS navashin desa, ya'ni markaziy hujayraga bitta sperma qo'shilsa, triploid hosil bo'ladi. Bu degani markaziy hujayraning urug'lanishini, ya'ni endosperm hosil bo'lishini MS, ya'ni MEGME o'rgangan. MS navash. Demak, SG navash esa qo'shib urug'lanishlarni o'rganib qo'ygan deydi. Kelishdikmi? Endi mana pastdagi 3 ta hujayra, ya'ni mana tomon nima deyiladi desa, bu tomonning nomi endi mikrofile tomon deydi. Nima ekan? Mikrofile. Nechta hujayra turibdi? 3 ta. Demak, mikrofile tomonda 3 ta to'plam bor. Qanaqa? Mikrofile tomonni mana o'rtasida bitta hujayra turibdi, ko'ramiz. Mana shu hujayraning nomi nima desa, bu hujayraning nomi hujayra deydi. Ana bu yerga tuxum bitta hujayra bormi? Demak, to'plami kelishdikmi? Aniqmi? Zo'r. Mana shuni tushunaylik. Mana ko'zini o'zining holatiga qo'yarsan. Mana bittasi mana tuxum hujayra. Endi qarang, mana nay bo'lgan. Nay o'sib keladi, qaysi biridir erta o'sib keladi, tugunchaga kirib boradi. Qayerga? Tugunchaga. Nechta sperma ketyapti? 2 ta. Qarang. Birinchi spermi kelib turib, birinchi nima bilan qo'shiladi desa, tuxum bilan qo'shiladi. Tushunarlimi? Bundan nima hosil bo'ladi desa, bundan murtak hosil bo'ladi. Kim? Murtak. Xalta emas, murtak o'zi hosil bo'ladi. Spermning to'plami necha edi? NS. Tuxumning to'plami necha edi? NS. Shuning uchun murtakdagi to'plam NS. Adashib bormaydigan murtak xaltaning to'plamini so'rasam. 8. Murtagi o'zida so'rasam. Tushunarlimi? Endi ikkinchi spermimiz bor bizning. Ikkinchi spermi qo'shiladi kim bilan desa, bu markaziy hujayra bilan. Tushunarlimi? Qaysi hujayra? Markaziy hujayra. Bundan nima hosil bo'ladi desa, bundan endi endosperm hosil bo'ladi. Spermida to'plam markazda to'plam 2. Shuning uchun ham endosperm shuning uchun ham triploid. Kelib chiqib tushundingmi? Aniqmi? Endi murtak bilan endosperm ikkalasi yig'ilib nimani hosil qiladi desa, urug'ni hosil qiladi. Bo'ldi mana, yakunda urug' hosil. Shu bilan buni ham gametigingizda yakuniga yetadi.